Chikagodan Kallazi bilan demak eshitamiz. Toshkent viloyati Qibray tumanida Chinobod degan joyimizda gilam bozori shunday yonida, pashti yonida 200-300 metrdan keyin hovlimizda pashti 4 so'pali kompaktli 5 ta xonadan iborat yangi ideal shuni qirg'izsanglar bo'ladi. Bitta narsani ko'rdim, manzarani qaranglar. Manzara juda ham chiroyli. Kelajakda bemalol maza qilib, mashtada skameykalar qilib, toza havo uyimizda zo'rda joylashgan. Sinterani kanalizasiya bor. Suv gazdan umuman muammo yo'q. Narxi juda ham chiroyli. Hozir ichkalar obzori bilan tanishamiz. Eng narxini oxirida aytib ketdik. İchkalarni obzori bilan tanishsanglar. Joyimizda zo'r, havosi juda ham cho'tki. Cheris bank ham olsanglar bo'ladi. Narxi 90 ming. Kelishadigan joylarimiz bor. Telefon nomeridan pastda ko'rib ketamiz. Bizga like, papsha qilishingiz chiqmas.